Akalar, Andijon shahar 80 metrga kelganmiz. 80 metrga kirishimizda chap tarafda orqamdagi binoni ikkinchi qavatidan 240 kvadratli xonadon sotuvga qo'yilgan. Hozir kirib birma-bir tanishib chiqamiz. Kvartirani tanishtirishdan avval eng muhim ma'lumotlarni aytib o'taman. Bu binoni Donfurush akalarimiz qurmagan, buni biznesmen akalarimiz o'zlari yashash uchun qurishgan. Buni aytishimdan maqsad, bu binoga ketgan g'ishtlar, betonlar, har bitta predmetlarni eng sifatli, eng yaxshisini ishlatishgan. Hattoki eng muhimi, podyezdga kirishimizda faqat ikkita xonadon mavjud. Ikkinchi qavat va uchinchi qavat uchun. Biz hozir ikkinchi qavat bilan tanishib chiqamiz. Hozirgi kunda domlarni 100 kvadratini 4 ga bo'lib, 4 xona qilib sotishyapti. Bu yerda 240 kvadratga 6 xona qilib bo'lib qo'yishgan. Olgan odam inshaalloh o'zini didiga, ideyasiga va albatta sharoitiga qarab 10 xona qilib bo'lib ishlatsa ham bo'ladi. Shunda ham har bitta xona kamida 20 kvadratdan hisoblanadi. Undan tashqari bu yerda devorlari ham juda ham qalin va poldan lampagacha bo'lgan hisob Q90 ni tashkil qilyapti. Aytib o'tganimdek, bu xonadonda biznesmen akalarimiz o'zlari uchun qurishgan. Devorlari ham 1,5 g'ish, juda ham qalin. Xonalari ham juda ham katta. Elektrichестволарini, cho'rni ishlarini qilib qo'yishgan. Hamma narsa tayyor. U yog'ini o'z didingizga qarab, simlarini tortib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Santexnik ishlarni ham cho'rni ishlari bo'lgan. Devorlari o'yadigan joylarini o'yib, hamma ishlarini qilib qo'yishgan. Isitish tizimiga keladigan bo'lsak, akalarimiz oladigan odamni o'ziga qarab turib, shunaqa poldan, chekasidan o'zlari zazor ajratib qo'yishgan ekan. To'pli pol qilmoqchi bo'lgan odam to'pli pol qilib ustidan stoyashka qo'yib yuborsa ham bo'ladi, yoki отопление qiladigan odam shu chiziq bilan o'zi trubalarni olib borib, qolgan joylarga ziyon yetkazmasdan o'zini ideyasidagi uyni qurib olsa bo'ladi. Yana eng muhim jihati, romlari alyumin emas, plastmassadan qilishgan ekan. Aytishlari bo'yicha juda ham sifatli va eng yaxshisidan qilganmiz deyishyapti. Bu plastmassa romlar alyumindan farqi issiqda, sovuqda yaxshi tushadi, izolyatsiyani zo'r qiladi. Balkoni ham juda ham katta, yo'lni yuziga qaragan. Faqat rishotkasini qilishmagan ekan, olgan odam o'zini didiga qarab rishotka qilib olib, mana shu yerda kofe ichib, shahar tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu joydan nafaqat uy sifatida va balkida boshqa bizneslarda ham foydalansangiz bo'ladi. Masalan, bolalar bog'chasi, o'quv markazi, mehmonxona va shunga o'xshash. 240 kvadrat bu juda ham katta joy. Agar bu yerdan unumli foydalanilsa, juda ham ko'plab xonalarni o'ziga sig'dirsa bo'ladi. Eng qizig'i, narxiga keladigan bo'lsa, egalari har bir kvadrat uchun $300 dan so'radi. Egalari o'zimiz yaqin akaxonlik uchun qo'ysangchi aka, maydalashmay, ozgina kamini qilib bering dedim. Xudo xolasa 295 dan kami yo'q deyapti. Lekin kelib gaplashsanglar, inshaalloh baraka uchun yana ham kamini qilib beradi. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Barakasini bersin. Salomat bo'linglar.